so'rashgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tayyor qilib qo'yganingizni qarang. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aka. Assalomu alaykum hammaga. Mana o'sha kun ham keldi mana. Keldi. Sarvar akamga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hali bu akam to'g'risida ancha buncha narsalar gapirib berdim, ha. Bo'l. Hammaga xayr. Mana o'rtoqlar, masjid xudo xolisa mana Jasur ukamiz chiqqanda mana birinchi kundan xudo xolisa mana masjidlarda ibodatlarni qilib mana chiqib kelyapti xudo xolisa. Bugun kolonkadan chiqdi. Ibodatlarni sirra qilib mana yo'l olmaroz yo'lida Chiqqan kunim bor. Chiqqan kunim to'g'ri kelgan masjidga kirib namoz o'qiyman deb niyat qilgan ekansan, shunga to'xtadi o'zi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Xullas, ukalar, yaqinlar hammaga rahmat. Nima deyishim bilmayman, qarochi bor. Hayajon bo'lsa, seryozni. Sarvar akam, mana shu inson to'g'risida hali ancha gapiraman. Alloh rozi bo'lsin shu akamdan. Oila bola chaqam ko'chada qolib ketgan paytda o'zlarini uylarini berib, tekindan tekinga Alloh rozi bo'lsin. Yana nima desam ekan? Biling, shaharni ko'ruvman, o'zgarib ketibdi, bir yil ichida vashsin tanib bo'lmayapti. Faqat qarab yuribman. Aytgancha akam uylantirmasam bo'lmaydi. Akam uylantirishim kerak, ha, biratda. Yaxshi qizlar, solih qizlar bo'lsa, sразу uylantirib yuboraman. Profillarni ham atmetga qilib qo'yman ekanmi, bor-ku. Aka, Xudo xolisa. Assalomu alaykum. Ortda qolgani rost bo'lsa, ortda qolgani sava krasa. Сколько зим? Скоро увидимся. Yetdimi chiqib kelaman. Assalomu alaykum. Sizni ham ko'raverdim, mo'ragan ko'rib. Bu odamni qayerdan topdinglar? To'g'risini qaysi san'at institutidan topdinglar? Xalqqa mana. Totgan mana Jasur akamlarning keling, aka bilan sizlar. To'g'risi bor, qutulganimga shukr. Dushmanimga ravo ko'rmayman. Shu uzoq joylarda mana safarga ketgan, mazmunlikda o'tirganlarni hammasini mushkul oson bo'lib, ilohim oila bola chaqasini oldiga sog'-omon yetib kelsin. Ortda qolgani rost bo'lsin. Davom etamiz endi zo'r kontentlar. Inshaalloh. Chiqib kutib qolinglar. Rahmat. O'shani menga shunday tashlab yuboringlar mana menga. Ha, mana. Yo'q, hozir hali xotinim bilmaydi, hech kim bilmaydi. Hozir endi uyga kiryapti-da, yur iftorlik qola-qolaylik, keyin kirasan dedilar. Bo'pti, yuring dedim. Uy eshigini tegidan. Qattasiz zaman Botir aka oshga keldim degandim. Kelolman deganingizdan keyin Botir akamga telefon qildi. Mamam telefonni yonida edi. Behikmatmasda ko'rdingizmi? Bola chaqangni bag'rida yurgan Robbina otini fil dunyo hasanat va fil oxirati hasanat rahmatga.